Do'stlar, Mirzo Ulug'bek ekanmiz. TTZ bozor, Shirin bozor hamma bilsa kerak. To'ra buva masjidda shundoq tushganingizda 8 qavatli g'ishtli novostroyka binomizni 6-etajidan bir xona, ikkita uyimiz chiqqan. Ikkita xonadon birlashtirib yuborilgan o'rtoqlar. Bitta xonadonimiz 23 kvadrat, ikkinchi xonadonimiz 29,4 kvadrat, 30 kvadrat gruppa. Ikkalasi bo'lib 53 kvadrat metr. Shunaqangi o'zini chiroyli tabiati, soyni bo'ydaligi bilan ajrab turadi. Parkovkasi, bolalar o'ynash maydonchasi, tinch o'zini hovlisiga ega o'rtoqlar. Uyimiz agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoda o'tkazmanglar, videoda oxirigacha ko'ringlar, uyda olib chiqib ko'rsatamiz. Do'stlar, xonadonimizga ham kirib oldik. Kirganimizda qaranglar, qanaqangi bitta yaxlit xona bizni kutyapti. Kengina bitta xonadan iborat. Bu kirish qismi birinchi xonaga. Kirganlaringda prixoshka shunaqangi kutib oladi. Yonginasida sanuzeli hozirda skrat vazifasini bajaryapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Dushovoy kabinkalari man bo'lgan. To'g'riga yuradigan bo'lsangiz, tashqariga qaragan bitta o'zini yaxlit oynaga ko'rishlaringiz mumkin. Yo'lda yuziga qaragan. Mana bitta chap tomonda o'zida garderobligi uchun shunaqangi shkoplar, skrit shkop qilib qo'ysa bo'ladi. Nari yoqqa eshik ochilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Ko'ryapsizlar? Bu отдельный ikkinchi dom. Mana bu balkoni, kuxnya mebel qilib qo'yishgan, ya'ni oshxonasi. Tashqariga qaragan balkonlar. Kuxnya mebellari bu yoq tomonda. Bu ikkinchi xonamiz. Ko'ryapsizlar? Buni hozirda mehmon kutib olish uchun sharoit qilib berilgan. To'g'riga yuradigan bo'lsak, shunday prixoshkadan to'g'rida planirovka deyarli bir xil umumiy sanuzel. To'liq kafel qilingan o'rtoqlar, ko'rishlaringiz mumkin. Отоплениyalar o'rnatilgan, isitish tizimi keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, bitta xonamiz gazlashtirilgan, ikkinchisi elektrda. Hozirda liniyalar tortilib, duv-kontrda hamma xonani isitishlik uchun radiatorlar tashab ketilgan. Shunaqangi xonadon, ideal xonadon kerak bo'lsa, albatta shu uyimizni tavsiya qilib qolamiz. Narxini ham pastda izohlarda yozib ketamiz. Shu videoga like bosinglar, bizni kuzatishda davom etinglar.